Mazhab o'zi nima? Biz qaysi mazhabdamiz? Boshqa mazhabdagilar ham jannatga kiradimi? Subhanalloh. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Mazhab kalimasi arab tilidagi lug'atdan odamlarni yuradigan yo'li, boradigan yo'li ma'nosida bildiriladi. Mazhab hozirgi ma'nodagi keng ma'nosi Payg'ambar alayhisolatu vassalomning sahobiy ikromlari tarafidan naql etilgan yo'llardan bir yo'lni mo'min musulmonlarga yetkazishni amalga oshirgan ulamolarning yo'llaridan birini mazhab deb ataladi. Islom ummati ittifoq qilgan hech qanday biror bir davr va zamonda makonda inkor etilmagan 4 ta mazhabni ahli sunna val jamoa deyiladi. Hanafiylar, Malikiylar, Shofiylar hamda Hanbaliylar. Ana shu 4 mazhabni mazhab kalimasi demak Abu Hanifa rahmatullohi alayhni nomlariga nisbat berilgan Hanafiylik, Imom Malikning nomlariga nisbat berilgan Malikiylik, Shofiy rahmatullohi alayhiga nisbat berilgan Shofiylik va Hanbali alayhi rahmaga nisbat berilgan Hanbalilik nisbatlari bor. Endi shu yerda mazhabdan murod biror bir kishi o'zi o'ylab topgan yo'l, tariqa deb tushunilmaslik kerak. Payg'ambar alayhisolatu vassalomdan keyin sahobalar dunyoning turli burchaklariga, shaharlariga, diyorlariga tarqalib ketgandan keyin sahobiy ikromlar ham Rasululloh alayhisalomdan eshitgan, o'rgangan ma'lumotlarini, Qur'on va sunnatni o'zlari bilan birga olib ketganlar. Masalan, Abu Hanifa rahmatullohi alayh Kufa maktabining katta ustozi, buyuk sahobi Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ni shogirdlari hisoblanadilar. Demak, Hanafiylik aslida sahobalardan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu va boshqa sahobalar naql qilgan yo'lni davomi hisoblanadi. Boshqa mazhablar ham xuddi shu. Bu yerda juda ham keng ma'noni ifoda etgani uchun qisqaroq qilib aytamiz. Demak, mazhab biror bir davrda Ibn Rajab Hanbaliyning bir mashhur nimalari bor, risolalari bor. 4 ta mazhabdan bittasiga ergashishlik bid'at emas, balki bu sunnatning ayni o'zidir deb aytganlar o'shanda. Shuning uchun kim sunnatga ergashaman desa, Payg'ambar alayhisolatu vassalomning aynan tutgan yo'llarida justida yuraman desa, shu 4 mazhabdan birini mahkam tutib, shu asosda hayotini o'tkazsa, inshaalloh u sunnatning ustida Payg'ambar alayhisolatu vassalom keltirgan tariqa va yo'lning ustida yurgan bo'ladi. Allohu a'lam bis-savob.